Yaraşmaz hiç kandak bir bendige Olta payda maldık biz şelidem şehirge Tepe bellip bir sandık uçurduk biz xaterge Dostu düşman kullarken her koyla varsalarken Baylık degen ademge acayip bir xumagen Xuma Ya çok tapıl bozula yangalı şorpa depken Tanışmenler konular Şetmez biz bu gepke Kapımızsın boğula Kapos kapımın bu Yaşı tapıl bozula yangalı şorpa depken Tanışmenler konular Şetmez biz bu gepke Kapımızsın boğula Kapılmaydı Vahim çıkan ademge Mihri şefkat muhabbet Ter akusmay tapkan bol Jürgünge jarahı Dostu düşman kılarken Kımı savsa kanaat Kul degen her kok sadıkı bu ademni Dostu dost kılgan mı bul düşmanı dost kılgan mı bul Dostu dost kılgan mı bul düşmanı dost kılgan mı bul Dost mihirli undop bol mu bulga herkes kol Bol 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 da fayda bandu bez bandu bez Şelide şehirge Hepimle bir sandık bir sandık Uçurduk biz xaterge Pul da fayda bandu bez Şelide şehirge Hepimle bir sandık Uçurduk biz xaterge Ya çok tapıl bozulacak kaldı şorpa depken Danışmenle konular Şenmez biz bu gepke Kapımızı boğular Bol 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 Assalamu alaykum Al-Kuy to'g'rining aziz ko'rmanlari, ekran oldidagi suyimli do'stlar, hammalar bilan Al-Kuy ekran orqali yana yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, biz bundan burun Tangirtaq kino studiyasi Uyg'urlarning kinochiligini mamlakatimiz va xalqaro yuzlantirish maqsadida 30 yildan buyon tunji qitim ishlagan komediyalik film Pul degan shundoq narsa nomli kinoning ishlanish tafsiloti haqidagi bir qator uchurlarni Al-Kuy ekrani orqali turdoshlarining huzuriga sungan edik. Bir yilga yaqin tinimsiz tirishchilik natijasida bu kino bu haftadan boshlab qo'yilishga boshladi. Mushu munosabat bilan biz Tangirtaq kino studiyasi xalqimizning 2014-yillik Qurban hayit bayramiga sungan bu cho'ng sovg'asini tabriklash maqsadida kinoga munosabatlik bir qism artistlar bilan o'tkazgan ziyoratlar va bu kinoning 15 minutlik eng yangi ko'rinishlarini turdoshlarining huzuriga sundik. Unda istiqtonglar davomli Al-Kuy ekranimizda bo'lsin. Nimanda meydanım yok senin ha? Yallah ağzını mı kesesen? Selim, sen mi kemma? Kas koran kuşlara korsa, şunu kendi mağdahan. Aka, kapımın ha.
gündüzler diyor böyle için. Salim apam ikimizden görüşümüz yetmiş için beni hazır şehirde almamla uyku kapırıp koymakçı. Alem. Ha? Bay koğum bu tavızın pulu senden tölemeyse. Sen demiş ki tölemeyse. Ha? Ey alım yakdan. Ma şehirge Selim bile işimiz ağırıpsın hep gelgen. Ma Selim pul çıkıp toy kılmamız olmaydı. Eslem'i bilesler o. Ben pul neye onda asan tapmayım ha. Biz pul ne pul alamaz. Hazırdan başlap biz bir küçük grup. Ha. Şuna birisimiz başlık olmasa konmaydı. Bopta, ben Japancı kırak talsam mı tatay. Ben ne mi desem, meni gibi anlaysın. To'xta. Bo'lmaydi. Unda qilsak bo'lmaydi. Ha? Davomli sen birla odamning degini hisoblamda, ha? Bunda qilaylik. Demokratik salam qilaylik. Qanday? Ha? Selim. Ha? Mening boshqa qolishim sana boshqa fikrim yo'q-da? Yo'q, men sizga bunu anglayman. Mana 2 de 1. Bu qaytim her birimiz bir 4-5 tumandan pul topamizmi deb kelsak, telefonni kelib sal o'xshamay qoldimmi yo? Nimiz o'xshamaydi? Bir kunda 1000 ko'y pul topsang rozi emasmisan? Ya Musaka, bu men koy degan uchimizdan keldigan kirog'im yetmaydi. Ras. Sen azob qopdi. Endi bu ishning bahasi mushu vallah. Qilamsizlar, qilmamsizlar? Mundal qildi. Kesib bir qiz gap qilaymi? Ha, kesa. Ya'ni 500 ko'l ketib. Uzukli bir gap qilaymi? Uza. 300 ko'y qo'shdi. Bek uzib kutib qoldimi yo? Aka, uzilmidi. Assalomu alaykum Abdulla aka, Abdukarim aka. Alaykum assalom. Aldı bilan bu kinoning muvaffaqiyatli qo'yilib, bugun xalqimizning yoqtirishga erishganligidan intayin xursandman ham ishkinglarni tabriklayman. Undaq bo'lsa, mening bilishimcha ishkinglar oliy maktabda aktyorlik kasbida bo'lib qolgan savoddosh ekansizlar. Undaq bo'lsa, bu filmni suratga olish jarayonida balkim shu oliy maktabdagi aslimlaringlarga qaytib qolgan bo'lishinglar mumkin. Mush haqda qisqacha bir so'zlab bergan bo'lsanglar. Sen deymi? Sen demsi ya. Sen deymi? Rast demsin biz oliy maktabdagi aslimlarimizga qaytib qolgandek bo'ldik. Nima deganda Abdullah bilan biz kunda uchrashamizsaqmi, amaliyotda chiqib oyda necha qatim uchrashib turamiz. Hech bo'lmaganda telefonlarimiz bizimizdan uzilib qolgan yeri yo'q. Endi ma film munosabati bilan biz 10-15 kun birga bo'ldik, nurg'un sirdashdik, fikrlashdik, herhalde mundashdik. Maktabda o'qigan aslimlarimizni eslashdik. Demak, biz bir qachidik tamoqni tang talishib yeb boqmabdi ekanmiz. Eng oddiysi bizga bir kuni polo o'tib bergan. Kuchadimi? Kuşada resmi bir ligenge işkimiz polonu elip oturduğun orunduk mu yok o nak meydanda. Zonzip oturup bir ligen polonu tan yiyişip oturup şu esimlerimizge qaytqandak olduk. Onu dinken özlerimiz bu gerçi bizimizni körçep tuğan bilen bazı ballarımız uçuşamaydı iken. Onun üstüge ma işkimizin küçük oğullarımız bir sınıfta okuyan bamız yaslıydı iken o bununki oğlumu başka mektepte, benim oğlum başka mektepte çıkartken diken bu ballarımızda mı birbirimizi köymüne kalıp uzun babdı iken. Muş münasebetler bazı biz ballarını görüp Abdullah benim balam ne, ben Abdullah'ın balısını görüp ballarını çoğup ketkini karab onu diken özümüzden ama kılı çoğuğallıkımızını iyi sıkıp kaldık muşkatın. Ben muhimi bu bir kesbi suratga elish xizmati bo'lsinmi? Haqiqatan kinoni mu ko'rdinglar? Bu Bashrul og'alarninki jafosi intayin ig'ir. Mayli rejissor bo'lsin, mush xizmat qatnashganlar jafosi haqiqatan ig'ir bo'libdi. Gerçi bu bir komediya bo'lsinmi, mushu komediyani algi yarg'ida qilib suratga elish uchun bular nihoyat jiq jafo tortibdi. Ammo men uchun nihoyat ko'ngillik bir turmush bo'ldi bu. Demak, men bu Abdukarim Bashrullarning bu kinoda gerçi jiq uchrashmagan bo'lsak-mu rolda ikkimizning xizmatdan sirtqi faoliyatlarimiz bir 10 kun birga bo'ldi-da. Şunu baya Abdukarim degandek, şu jafoli xizmatdan keyingi o'zaro mungdishimiz, sirdishimiz, xuddi balalik vaqtlarimizni o'ylashimiz, mush jarayonlar bizni hech qanday jafo his qildimi deb.
Hey! Selim qana? Baytam. Onun somkisi mi yokturdu o? Somka? Akşamdan pulni şunun somkisini sap koygan tursa. Nemish qo'ning somkasini saqlab qo'ysan? O işecek tursa. Men ishsizlik emasmikanman? Az gap qilamagan qo'llayla ana. Qo'yat ana. Xapman ukam, xapman, ha? Xapman bo'lma. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Xapman. To'xtab turma. Hey, belimni orqa. Emaskan. Ola. Bu kino bugun qo'yilgandan sirt yana Xansaray kinoxonasida Uyg'urcha nusxasi qo'yilib bo'ldi. Hamda xalq ko'rish jarayonida hamda ikkisi birga savodlash o'qib turib, mana kinoda birisi bosh rolni olibdi, yana birisi qo'shimcha rolni olibdi degan bir savollar bo'lib qolishi mumkin. Shaxsan men ko'nglimda shuni o'ylab qoldimda, mana shu rol bilish jarayonida Abdukarim akam bilan Abdulla akam ikkisi bir talishib qolgan, ashta ishlar bo'lib qolganmidi deb. Endi mushuna nisbatan ko'z qarashinglarni bir so'zlab bergan bo'lsanglar. Bizning ikkimizning o'tirisida rol talishib qolgan ahvol yuz berdi. Nima deganda ikkimiz shu Shinjon san'at institutining tunji qaror aktyorlik kasbga qabul qilingan vaqtimizda bizning ustozlarimiz shunday deganmizki, artistning cho'ng kichigi va rolning cho'ng kichigi yo'q deb. Bu maqsad eliqi bosh rol o'ynasalam bu yaxshi artist, qo'shimcha rol o'ynasa eliqi bu yaxshi emas deganlik emas. Chunki agar kichikina masalan bir ikki qiz so'zi va bir rol bilanmi bir kinoga ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Buningda eliqi bizda eliqi rol talishib qilish unda iddiasi bo'lgan emas. Uning ustiga Abdullah menda maqadim talashmada bizning kino studiyasining rologa chiqqan. Men Abdullah shu dramadalikı mustaqilga mehmonda bosh rolni olgan vaqtida men opera kelib olmagan. Abdullah rolini menga operalarda shunga ikkimiz bek eskilik ketdik bu jihatda. Bu jihatdan biz uning ustiga maktabdimi ma'noda ikkimizga ikki rol ekan. Bir rolni ikkimizga bergan vaqti bor. A, B debchi. Davomli degidek bir rolni ikkimiz tamom. Ko'pincha ikkimiz bilan o'ynab qoldik. Shu yerda talashmay turganmiz. Bu maktabda yetilgan kasbiy stil. Hamda ma kasbda 4-5 yil o'qigandan keyin bizda bunga nisbatan ideaviy tayyorlik bor. Abdukarim degandek ustozlarimiz bizga o'rgatganda rolning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Hammasi asosan mushu kinodagi markaziy ideyani yoritish uchun xizmat qiladigan ish. Abdukarim bosh rol bir kino degandan hammasi bosh rol bo'lmaydi. Lekin qo'shimcha rollar bo'lmasa, bosh rolning yoki kinoning markaziy ideyasini yoritib bergil bo'lmaydi. Bu bizning o'rgangan asos bilimlarimizning ichida bosh. Shu talashmadik, talashmaymiz. Bu kinoda ishqinglar birga rol olib chiqqandan keyin xalq intayin yaxshi ko'rdi-da, cho'qim menimcha, shaxsan men intayin yaxshi ko'rdim. Endi ikkisi oliy maktabda bo'lib o'qibdi, işte hamkorlashib kino ishlab yaxshi bir obrazlarni yaratibdi deb xalq suyunishi mumkin. Unda bo'lsa ishqinglarning bundan keyingi hamkorlik to'g'risida qandayroq bir planlaringlar bor? Sen degina. Bizning planlarimiz aytdi jiq. Shuni ichidamdi bu Abdukarimmo Tangirtog' kino studiyasiniki doimlik yaxshi artisti bizning Shinjongdagi tanilgan kuldirgi cho'lpini, itot cho'lpini. Abdulla Abdurimov shu Shinjong san'at men deb bo'lgandagida shu tanilgan yaxshi cho'lpini biz siz maqtatimizga tam maqtaylik. Buni hamda boya degandek aytdi xizmatlar jiddiy. Mening oyoq jiddiy, buning oyoq jiddiy bo'lgandan keyin bu ikki kalla bir qozonda to'la qaynab bo'lmay bizning planimizni buzib o'tdi. Ammo yaxshi planlarimiz bor. Maqatim endi kinoda garchi biz bevosita o'zaro o'ynaydigan rollarimiz ko'p bo'lmasa-mu, bir qatim bir ko'ngillik bir kino suratga olish ishiga qatnashib oldik. Bu meni qo'shib qilgan ish. Endi bundan keyin yana shunday fursatni izlaymiz albatta. Undan boshqa sahna asarlarda yana yoki men Naqshbandda Abdukarim epizod o'yinchisi yoki Abdukarimning epizod o'qishlay. Sen tutungan mag'atni men kinoga seni buda chaqirgandan keyin bu sizlar drama o'ynagan meni bir chaqirib olar. Bu ko'pchilikning ammani menga bergan imkonim shunday-ku. Nimishqa bu ishkinglar bir ekanmidinglar deb. Uni bo'lib qolishi mumkin. Daim birsa. Bu gapni menmi bek chiqqanlaymiz-ku. Abdulla ishkinglar urushib qolganmi, saboqlashgan sizlar. Qaraganda ziddiy tanlabam deb ham Abdulla deb ketgandek. Endi Abdulla
bu san'at yurtininki aktyor artisti. Endi men kino studiyaning. Anda bo'lgandan keyin ba'zida Abdullaning o'ziga tushliq bir to'qay vazifalari bor, bizning vaziflarimiz bor. Anda bo'lgandan keyin biz doim biz hozir mush planimizni o'tirib qo'yib qilishayotganda ish qilib hali uzun bo'ldi. Biz 7-8 yil oldida bo'lmasa hamkorlashib, mayli o'yin bo'lsin, hamsi birga qatnashib qiladigan. Ma yaqin yoq hamda raskatni desak, har ishkilimizning xizmatining besim xizmatining aldirishligidan bir yerga kapilamdik. Lekin hammani yana bir yerga keladigan vaqtlarimiz cho'qim keladi. Nereden kelgan pulu? Chiqib o'g'lab kelgan ya bulg'in pul emas. Adamgo tirishchan bo'lsam, herkes namratgan qolmaydi. Siz mening qanday odamligimni obdan bilasizmi, ha? Oy! Çopçan adam turib kichik balaning ishini qilmanglar. Sizlarning gapinglarga ishinib, qizimni teqi Salimga beray debdimi? Gulshan! Natsan? Mamamsa, sen tez bo'lib ketaymi? Aka, men Gulshanni saqlamasam bo'lmaydi. Aka, ish bitdimi? Bol saqlama afkam, o'm chiqmaydi. To'xtatayman mashina, to'xtata mashina!王老板，你应该知道呢，这笔钱地底下躺了60年，60年的利息你应该知道了吧？好，我吐最后一口血，15万 ，OK？ 不 OK， 我认为这些钱值30万。Bu asarni qo'limizga olganda, asarni bir qur ko'rib chiqqandan keyin jafoliq ekanligini his qildik. Endi asarni ko'rib his qilgan bilan amaliyot tushgan vaqtimizda buni chidag'isiz jafo bo'ldi. Lekin shundoq jafo mushaqqat ichida ishlagan bilan endi bu tatgan jafoimiz film bitib chiqqandan yoki haqiqatan o'zimiz odig'imiz chiqdi desak bo'ladi. Shunday menimcha. Shunday. Men bundan burun Abdukarim aka bilan Nurg'ulg'an masha televiziya teatrlarida birga rol o'ynab qildim. Tunji qatim hamda mening shu kinoda rol olishim bu qatim. Buningda hamda Arslan tanlab, Arslan kam Abdukarim kamlar shu rolga Mehmetcan buldo deb chaqirib apag'an chaqda nihoyat xush bo'ldim hamda bir artist uchun hayotida yaxshi bir rolga, yaxshi bir asarda rol o'ynash nihoyat muhim. Ham o'zim bu kasbni nihoyat yaxshi ko'rgashga, ham shunday bir asarlar bo'lsa men rol olsam deb hatta shunda orzu qilatdim. Qandaqda men tushimdim o'ylamagan Arslan kamning rejissyorligidagi o'sha Abdukarim kam, o'sha Dilshod kam bilan birga rol olishdi. Nihoyat xush bo'ldim o'sha rolni menga ishinib, o'sha rejissyorlarning rahbarligining mush Mehmetcan qilalay deb bagin xush bo'ldim shunday qilam. Cho'qim o'sha asarda o'sha rolni men cho'qim yaxshi olaman degan niyat bilan kitobni olgandan keyin bilanmagan yerlarim bo'lsa Abdukarim kamning akamni yana qanday qilaman? Eshib ketmaganda deb turman rejissyorlar. Endi burug'idek endi hayyolik o bo'lmay, endi komediyalik emas, o'sha rol komediya bunda nima bo'lsa bo'ldi. O'zing nihoyat tabiiy bunda yaratmasam bo'ldi, ma'qul deb rolni nihoyat yaxshi tushunib, shuni kirishdik. Lekin kirishgan joyda endi nurg'ulg'an joyda endi bu filmninki bosqichlarda bizning nurg'un qochadigan, ham shunday tomildan sakraydigan, hatto shunday qumliqlarda nurg'un yerda, shu qumliq cho'l jazirlarda yalang'och menda qoldigan ko'rinishlar bo'lg'ashqa. U yerda ko'rinishni olamiz deganda butun endi bayam Abdukarim kamlarimiz so'zlab o'tdi. Shu nihoyatda haqiqatan sovuq vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Sovuq vaqti bizningki butun turmushimiz o'sha yoz vaqtida necha kun ichida bo'lgan voqelik bo'lg'ashqa biz yalan ko'ynaklar bilan o'sha yerda nihoyat jafolan tortdik. Lekin endi bu jafo tortish endi haqiqatan men voysab u bunda qilay desam Abdukarim kam, Dilshod kamlarni nihoyat ruhliq, alg'onim qotganda keladi deb ustozlarga qarab men bir xil to'xta bu ustozlar bunda qilibsa men jadimda bundan nima qilibdim deydigan menga nurg'ulg'an endi bu ishlarninki rol olishlariga ilhom bo'ldi. Ham shunday qilam bir xil jafoga chidash. Hozirgi yoshlarimizningki qandaqdir kichikina bir ishlar tufaylidan voysaydigan u bu ishlarga qarata shu ustozlarim qarag'a ashada men nurg'ulg'an ilhomlanib oldim. Bundan keyin nihoyat jafoga chidaydigan, ruhliq bo'ldigan shu ustozlarimdan o'rganib texmi bundan keyin alg'a ilgarilgan bir xil ruhga ega bo'ldim deyman. Menga uchun bu film nihoyat bir o'rganish, ham shunday qilib bir yangi bir qadam bo'ldi. Ha, che.几位贵宾，请在那边注意。哎，我说王总啊，你借我的奔驰车时间也不短了，什么时候还给我呀？再借我2天吧，我还没办完事儿呢。这不是还需
需要充Kerim, 电。 qarag'ana, Van xo'jayin to'ni bilgan. 旧钱的价值可真是不菲。1953年面值10元的人民币，你知道能喊出多少钱来吗？我也了解了行情了，一口价5000万，5000万成交。Men Alim, senle mi var işin içine? Men mi var? Assalamu alaikum。哎，克里夫，哎呀，你怎么不打招呼就走了呢？喂，克里夫，喂，克里夫，克里夫。 Kimdi gapdan? Yani şu Van Xo'jayinda. Hey, Kerim, Van xo'jayin bizni tepib oladimi? Bo'ldi. Munosabatimiz mishavich bo'lsin. Gulshan. Qo'limni qo'yib edim. Munosabatimiz oxirlashdi. Selim, Kudret izleyle. Alim! Alim ya! Alim! Alim ya! Alim! 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 Alim gel. Alim gel. Alim. Alim. Şirin. Şirin. Sayatmam. Şirin. Yarın sen sağ. Kalanın öte. Ben bir kadar Endi bu kinoniki nahmaydan ishlanish jarayonida bizning Alkuy to'ridan beri bir ziyoratlarni ishlagan. Shu vaqtda qarasak intayin japalikda ila qurilish maydonidagi ko'rinishlar. Endi shu vaqtda balkim sizlarmi masalan ila qumliqdagi ko'rinishlarni ag'aqda nayti japatatdanglar, harg'iliq his qildinglar. Unda bo'lsa bugun bu kino qo'yilgandan keyin ila bir xil hodisalar chiqqanday bo'lib ko'nglingiz suyungandi. Mengo bek ichim og'ridi ama bolaga.
asosiy roldagi bolalar haqiqatan qiynalibdi. U maydonda men bo'lmagandan keyin men faqat ta'sirlandim, nihoyat yaxshi bo'lganligidan. Garchi bu bir komediya, yeni komediya bo'lsa, hatto ba'zi yerlarda bular komediya o'ynayotgan bo'lsa-mu, odamninki bir nafs o'laydigan yerlar bor. Balkim sizlar his qildinglar. Bu artistlarimizningki shu jafoliq xizmati, shu o'zininki elayotgan roliga bo'lgan mas'uliyatidan ayirib qarg'il bo'lmaydi. Endi har qanday bir kasbning-chi o'zi tush jafosi bo'ladi. Masalan, sizning o'zingizning tush jafoyingiz bor kasbingizda. Bizning o'zimiz tush jafoyimiz bor. Lekin bizning ma filmda biz haqiqatan jafo tatdiq deya olamiz. Nemishqa deganda bu filmni biz 10-oyning oxiri suratga kelishga boshladik-chi. Vaqtda allburun havo sovishga boshlagan. Bayatim men filmni ko'rib, o'tirib, biroz gapni qilsam, o'zimga emas, men bilan birga rol o'ynagan Dilshod Parat bilan Mehmetjon Ro'sayevga ishim og'irdi. Chunki biz 10-oyning oxirida havo sovigan vaqt. Biz bir qo'mishliqdagi bir ko'rinishni oldik. Biz qo'mishliq ko'rinishga bak sasliq. O sasliq uning ustiga bir tunugun bilgan yig'ilib qolgan suv emas. U hali bir mezgil bo'lgan suv, uning ustiga suv ilgirkin sesiq. Bu suvga biz tizimizgacha suvga chilaqliq. Bu suvning ichida biz 2 soat ashdan ichida chishilinib turib, shu sovuqda ko'rinish oldik. Ko'rinishilib bizningki bo'libmi men ondan Dilshod Parat, Mehmetjon Ro'sayev hamda u yashaganlik unga bak ta'sir qilib ketdi. Bizga so'ngakka o'tib ketdi desak bo'ldi. Bu birinchi qitim qilsa. Hamda aşağıda hakikaten özümüzde hatta munchada 2-3 kun junsaqmi, hali firoq bor. Hali sesiq firoq. Issiqning hissiyatini chiqarish kerak. Uning issiqning hissiyatini chiqarish kerak. Yana bir ikkinchisi, uningdikimiz 11-oyninki boshlab to'g'ri kelib qoldik. Uning ustiga bu 11-oyning boshlari naq Urumchida tunjuk kuni qor yaqqan kuni to'g'ri kelib qoldi. Vaqt bor yo'q. Biz hali patqoq qora layning ichiga tushadigan ko'rinishimiz. U yerda nihoyat rahatlanib o'zimizni patqoq qilib sürüşimiz kerak. Ayada bizden başka adamlar şu restorandan tatip, iş hizmetçi hemmisi cürgip otadı. Biz yalang'och. Elik suvni bir kun burun suvni boshlab qo'yapti-ken. Bu suv bir kecha turib, uni muzlab bir yerga beribdi-chu. Borgandan keyin biz aning ichiga tushdik. Biz endi o'zimizning kasb bo'lg'achqa biz chidab ketdik. Lekin bir necha qo'shimcha artistlar kelgan ashnachaga tushib berdilar. Ular ang oxirida deb ketdi, bo'ldi, bizga pulnoma kerak yo'q. Bizni chiqarib o'tinglar deb atam shunday maymundek jalaqishib titrib ketgan vaqt bo'ldi. Aş görünüşdümü biz aşağıda hem de qayta suratga aldık. Lekin su ikkinchi qitim bizning so'ngga o'tib ketdi. Hem de bu hem de so'ngimiz o'tib ketdi deb o'tasak, 3-chi qitimda yana bir yerga duch keldik-da. Aş teklamakamdan o'tirdi, 11-oyning oxirlari to'g'ri kelib qoldi ko'rinishilish. Hem de bu qumning ustida hammamiz bilamiz, yozdan oyat qiziydigan, qishda qattiq so'ydigan narsa bu-chu. Biz shu kinodami balkim diqqat qilib ko'rgan bo'ladi. Men Dilshod Parat, Mehmetjon Ro'sayev uchimizning qo'li qarsa qip-qizilib ketdi qo'limizning ustida. Demak, qo'lni egishim mumkin emas. Ayatda issiqlik lapildab, issiqni ko'rinishi bor ayada. Muzning tepida o'tgan bo'lsak-chi deb ketdim men o'sha. Agar biz muzning tepida yo qarning tepida o'tgan bo'lsak, hech bo'lmaganda biz o'tdaga ya erib, azroq olsin isitdi. Ma qum degan narsa odamning shu tigi-tigidan sovuq chiqadigan-chu. Bu sovuq go'sht ko'rsamayli, sovuq ketib ketdi. Shuningdek ekan, bu yerdan yana biz shu kuch tarafga kelgandan keyin Dilshod bilan ikkimiz hali obdan qizilinib, hatto revmatizmning alomatlari hali ko'rilib, so'ngak hozirgacha mana ta hozirgacha men shu Dilshod Paratmi shu bizda shu so'ngak foyda qiladigan, so'ngakni qizdirgan dori bilan yuribmiz. Hamda bayam dedingiz, bu jafolni hamda bayatin rasgatni qilsak, hodiqimiz chiqqandek bo'ldi demishqa. Bizga eng cho'ng rag'bat nima desa, tomoshabinlar bir sinayt obdan kulib ko'rib berdi. Ikkinchisi film tukkanda chavak alqishlar bilan uzatgandan keyin bizning hodiqimiz ana shundan chiqdi. Har qanday bir san'atkor, mayli nurg'un odamlar bu filmda ancha pul oldi, balkim mancha pul oldi deyish mumkin. Bizning Shinjongga nisbatan ishkir o'lkada, chet ellarda haqiqatan raspuliniki puli yuqori. Biz o'zimizningki xizmatimiz, bu vazifamiz. Biz bu xuddi komandirga o'xshash pul olamiz. Nurg'un odamlar bu artistlar bir kino chiqsa necha million oladi, necha 100 ming oladi dedi, unda ish yo'q. Biz faqat o'ylayotganimiz mayli men, mayli Abdulla, mayli qanday san'atkorlar bo'lsin, o'zimizning bir filmi chiqibdi desa, har qanday avval pulni emas, mush filmga men bir qatnashaychi deganni o'ylaydi. Shinjongda san'at asosan shu do'stlik, mehr-muhabbat, o'zaro hamkorlik ustida vujudga keladi. Hargiz boshqalar o'ylagandek ma'lum bir pulga erishish uchun emas. Biri biz o'zimiz yaxshi ko'radigan kasb bu. Ikkinchisi bizning Shinjongdan mana shunga o'xshash mamlakat ichiga butun hatto dunyoga yuzlanadigan asarlar ko'proq chiqsa, biz shundan xo'sh bo'lamiz. Ham o'zimiz qilayotgan ishga mas'ul bo'lgan bo'lamiz bizmi? Shunga rejissor Arslan akam, Abdukiram mening bu qitimqi shu kino qatnashimga
faqat birla telefon bilan hal qilgan meni. Asal ma'qul deb aytibman. Biz hamda Abay degandek Abdukarim dedi. Bizning Şinjandagi san'atmi xuddi dunyodagi yaxshi yurishayotgan san'at asarlari maydonga kelish jarayoniga o'xshash hamkorlik, birodarchilik san'ati. Shuningga men bu kino qatnashganimdan ag'inam bilan birga qo'shimcha bo'lsin ro'lag'inimdan Arslan Kamning asarlariga qatnashganimdan ayt xo'sh. Aldı bilan bu film bizning Tanqtoq kino studiyasi ishlagan film. Ham bu Uyg'urlarning filmi. Biz o'zimizningki Şinjanning san'atini o'zimiz endi qo'llab uni qilmasak boshqalar qo'llamaydi. Gerçi bu rol men uchun endi rol elish jihatda cho'ng qiyinchilik bo'lmasimi, lekin o'zim uchun bu rol o'z oz bo'lsa-mu, lekin bir men o'zim burun yaratib baxmagan bir obraz. Bizda bunda aytimiz rolning cho'ng kichigi yo'q. Faqat bir yaxshi obraz yaratgan chaqda onunki muvaffaqiyatli chiqqan chiqmaganni bir artistniki saviyasining yuqori emasligini sinaydigan bir o'lcham. Shunga bu rolda endi meni ko'rinishim haqiqatan pek ko'p emas, lekin kishilarga ta'sir qoldigan. Onun ustiga burunqi shakllardagi masalan yurish-turish, kiyim-kechak, qiyofat men burun olgan rollarga tüptün o'xshamaydi. Burun men xonish, salbiy obrazlarni, onun ustiga hashamatlik manda kiyinib yurgan, manda obrazlarni oldim. Bir mezgil o'zimni o'qituvchi, doktor, manda rollarni ko'proq oldim. Lekin bu nayta bir diğan o'zi oqko'ngil, lekin kiyinishlari bek o'lchamga to'shmagan holatdagi bir ayol endi. Onunuzga obraznimi yaratgan chaqdimi o'zimmi shunday obrazni yaratish, garchi o'z oz bo'lsa-mu, jiq turmushlarga cho'kdim. Masalan, sirtqi qiyofatda masalan, uniki oltin shiva o'tirganda o'smi qo'ygan, ana manglari va unisiga meniki yeshimdan cho'ngroq yosh qilib o'zgartdi-da. Qiyofat har xil shakllari burunqi og'ir rollarimla o'xshamaydi, ham bek go'zal emas. Haqiqatan filmni qo'yganda kishilar ko'rib kulib ketdi. Birinchi ko'rinish chiqqanlar hammadan kulib ketdi. Haqiqatan o'zimdan farqi beklam cho'ng. Ba'zan vaqtlarda voy bu kim yaptı rolni desa, Xurshid desa, tanımagan holatlarmi, tanımagan ahvollarmi bo'ldi endi. Shunga endi o'zim garchi oz bo'lsa rol, lekin tomoshabinlar yaxshi ko'rganga o'zim bo'lgan shunchalik xursand bo'ldim. Kino qo'yish jarayonida chiqib mening ko'rinishim chiqsam oldi aqimlarimiz kuldi, e'tirof qildi. Meningcha artist cho'qim eng boshda men palancha, men Xurshid aytdim yoki men Ayşemdim deb o'zini birinchi o'ringa qo'ymay, rolni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Chunki biz obraz yaratamiz. Shu obraz orqali xalqlarni tarbiyalaymiz, turmushga har jihatdan biz yetakchi bo'lib mangamiz. Shunga eng boshda yaxshi artist bo'lish kerak. Signal paydo bo'ldi. Signal paydo bo'ldi. Ryan?
10元旧币换3万，2张10元旧币换6万，10张就是30万，1万张就是3，我发财了，我发财了，我发财了！Bu qadim şəhərə kirib oldidan Van xo'jayinning pulini qaytarib deydi. Haras olim. Bu qadim şəhərə manganda ayoling sendan xotirjam bo'la oldimi ya? Albatta xotirjam bo'ldi-da. Men mushturqim bilan nima ish qila olayman degan. Haras, sizlar Gulshan bilan ishqillarning to'yini qachon qilgan bo'ldinglar? Kerem, sen ayoling bilan yaxshi ish qilgansan? Ha, albatta yaxshi ish qilaman-da. Men hozir muhabbatning peyzini suryapman. Assalomu alaykum Arslan aka. Va alaykum assalom. Oldindan siz bu kinoningki bosh rejissyori va ssenariysi sifatingiz bilan kino qo'yilgandan keyingi taassurotingiz haqida bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bu kinoni shu 15-yillardan boshlab mana shu Urumchi Xon saroyining kinoxonada qo'yilgan boshlandi. Uyg'urchani. Ham shu bugun mana 23-yillar bo'lib qoldimi? Buningga shu bir 7-8 kun bo'lib qoldi, bir hafta. Hem şu bunun nurgun aşı tanışlarımı görüp de köygendik için hemisi vay bu yaxşı işlepler bu kinonu bu burunki bizden Şinjan'da işlegen bu komediyalık filmler okşmaydı ki şu mendir bolsun, artistler bolsun asas artistlerinin ki rollerini oynaş şu yaxşı oynaptı o şu Abdülkerim Abluzdaydı Dilşat Barat'ındaydı. Yana Mehmetcan Roz'dani, yana Abdullah Amba, Xurşat Turima. Şu bağ artistlarning ki aşı hemimizning rolini aşı o'zlari yaxshi o'ynabdi. Deb mesela yaxshi bağ berdi. Aşı manzirini chiroyli qapslar. Yani bu yangilik narsa bor ekan, ichida o kartonni qo'shiblar. Mana yangilik chiq narsa bor ekan shuni hemimiz hozir shu bir qator ko'rib bo'lib, ikkinchi qator yana ko'ramiz deganlarni chiqqan. Ya onu mu hoş bulup kaldım özümce. Qanday bo'lsa bu japa tortib, hamda 8 yil bu ssenariyni tayyorlik qilib, oxir shu bu hamda ommalar bilan yuz ko'rishdi. Shuningga mana yaxshi baho bergangimi, men o'zim hoş bulup qoldim. Ham shu bundan keyin mana bizning kino seriyaning tunji qitim bu bozor selish kinosi ma. Hamda shu mana filmni hamda yaxshi setilib qolsa hem de kilajili hem de şu maşının davamlılığını işleyimiz de planlaşıyordumuz. Hem de asas hikayemi çıkıp oldu. Hem lekin tağı neyim kılıp tağı resmi senaryo boyunca bunda yazma hem de asas mezmun çıkıp oldu. Hem şunu mu tayarlık kılıyordumuz. Hem de bizim şu maşının yaxşı setilganı bir ümitimiz var. Hem de azırık maşı filmni hem de Urumchi'lam koymay bunu. Hazır Urumchi şu maşı Xon saroyining kinoxonda bir Uyg'urchani shu yerda qo'yadi-da. Ham buniki mi boshqa kinoxonlarda mi qo'yamiz. Hamda Şinjan'da mı shu har shu viloyatga berib, ashayda tashviqot qilib, hamda shu ashayda shu noyi bo'yicha kinoxonlarga hammasi shu qo'yib boshlaymiz. Hamda buningda shu Urumchida mana yaxshi ta'sir bergandan keyin yani menimce aşı Şinjan'daki başka yerlerden koysak mı amılamı çok mu yaxşı gördü. Aşın bir ümit kılımız özümüz. Hem de buna kadar şu bazı mazur cemiyeti bazı oy bunu şu maç Urumchi'lam koyduk ki şu bir kinoxonda koyduk ki endi hata düşünüyordu da. Lekin biz şu birinci ayda bir sınava qaylıp yani koyun tuttuk. Hem de şu hazır amılamı yaxşı mı inkasını yaxşı berdi. Hem biz şu vay yaxşı kendip inkasını bergendikken biz şu keyin başqa Şinjan bo'yicha ham yerga shu viloyat bo'lsin, noyi bo'lsin, ham qo'yganga shuni tayyorlik qilyapti. Endi hozir shu bizning kino studiyamiz mana shu film to'g'riliq planishyapmiz. Endi hozir shu 10-oydan keyin mana shu Şinjan tavada, endi mamlakat tavada shu kinoxonlarda shu xansuch til, uyg'ur til, qozoq tilini hammasini qo'yamiz.
yarashmaz hech qandaq bir bandiga pul topay deb mangduq biz shelidek shaharga tepe billib bir sanduq ushirdik biz xatarga vojo do'sti dushman ulargan har qo'ylagan salargan boylik degan odamga ajoyib bir xumagan xuma Çoğda pul bozula yangal şorpa derken tanışmalar konular Şekmez biz bu gepke kapımızın boğula Kapos kapımın bu Yaşda pul bozula yangal şorpa derken tanışmalar konular Şekmez biz bu gepke kapımızın boğula Kapılmaydı